jigarlar, barchalaringizga shukronalik kunlar muborak bo'lsin. Biz bugun Kamol opamizni izlab keldik olamizga. Shukronalik kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Kim tomonidan keldi deb o'ylaysiz? Topingchi. Qayerdan bildingiz? Albatta, Bektosh akamiz bilan Muhayyo og'asiningiz tomonidan tashrif buyurdik. Aytdilarki, men juda ham yaxshi ko'raman Kamolani. Kamola har doim bizning holimizdan xabar oladi. Bugun turmush o'rtoqlari ro'zg'or tashvishlari, hayot tashvishlarida, yaxshi kunlarda, yonlarida bo'la olmadilar. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda chiroyli surpriz qilishni niyat qildik. Kamola bundan-da ziyodalarga loyiq. Mana shu chiroyli guldastalarni og'asiningiz nomlaridan qabul qilib olasiz, marhamat. Sizni juda ham yaxshi ko'radiganlar. Og'asiningizni emas, singlimdek ko'raman. Juda ham mehribon, jigarlarga jigarjon, har doim holimdan xabar olib turadi. Men juda yaxshi ko'raman Kamolani. Kamola Husanjon bilan baxtli bo'lsin. Farzandlarni baxtini, Kamolni rohatini birgalikda ko'raylik. Kamol hech qachon g'am ko'rmasin, faqat ko'zlaridan sevinch yoshlari oqsin. Kamolani eng yomon kunlari mana shunaqa chiroyli gullar bilan o'tsin. Bir dona non sinsa ham Kamola yaxshi kunlarda, tavallud ayyomlarida, to'ylarda sinsin deya chiroyli ta'riflarni sizga berdilar. Keling o'zlaridan ham eshitamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar bugun mana Avsanimni Shukrona kuniga. Tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz bilan yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Husanjon bilan qo'sha qaring. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Biz hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Hasanjon bilan Husanjonning tavallud ayyomlari. Akajonlari bugun ishda bo'lib kelganlar, sovg'alarni beraverdilar, jigarlarga dedilar. Turmush o'rtoqlaringizga yetkazib qo'yasizlar. Ola sovg'ani qabul qilasiz. Hasan akaga yetkazib qo'yasiz. Ilohim turmush o'rtoqlaringiz bilan baxtli bo'linglar. Har doim muhayyoman jigarlarga, ovsinlarga, ayniqsa turmush o'rtog'ini urug'lariga juda ham mehribon. Har doim ilg'orlar. Muhayyoman yerda qarsilar qo'yinglar. Muhayyoman farzandlaringiz rohatini ko'ring, baxtini ko'ring. Allohim sizni e'zozlasin. Ikki dunyo saodati sizga mehribon ayollarga bo'lsin deymizda. Endi bu yerga qaynonalarni chaqiramiz. Havziyona keling, Kamol opam haqida chiroyli ta'rif bering. Kamol opamni bugun shukronalik kunlarda yaxshi insonlar davramizda aziz mehmon bo'lib turibdilar. Ammalar kelasizlar. Xolalar, keling. Bektosh akamni onalaridan qolgan omonatlari, yodgorlari mana har doim yaxshi kunlarda xolajonlar yo'llarida bo'ladilar. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Haqiqatda Kamol opam bundan-da ziyodalarga loyiq. Kamol opam farzandlari baxtini, kamolini ko'rsinlar, umri uzoq bo'lsin. Husan akam bilan qo'sha qarib, baxtli, saodatli bo'lsinlar. Kamol opamga bitta chiroyli tilaklarni izhor qilasiz, marhamat. Kattaga rahmat, xolajonlar bayramlar muborak bo'lsin. Bilasizmi, har doim yaxshi kunlaringizda, xizmatlaringizda kamarbasta bo'lamiz, ko'rib ochig'i juda ham xursand bo'laman. Hozir ayni zamonda opa-singillarga mehr oqibat yo'qolib ketgan, noyob bo'lib qolganda, lekin qarang, sizlarning mehr muhabbatlaringizga havas qilsa arzigulik. Ovsinlarni e'zozlab mana shunday chiroyli tilaklarni, mana shunday ajoyib surprizlarni tayyorlayaptilar. Albatta bundan xursand bo'lish kerak. Hammaga mana shunaqangi ovsinlar nasib qilsin. Bir xillar aytadilar, ovsinlar degona bo'ladi. Yo'q, ovsinlar opa-singil ham bo'ladilar. Ana shu ovsinlarga ko'z tegmasin. Ovsinlar boringlarga shukr. Xolajon, bitta ovsinlarga bitta chiroyli ta'rif bering. Assalomu alaykum, hurmatli opamning kelinlari, aksiyalari, apsillari, xudolari, hammalaringiz sog' bo'linglar. Mana Kamola kelinimning tug'ilgan kuniga xush kelibsizlar, iloyim. Kamola kelinim Husanjon bilan qo'sha qarisin. Sirayyo kelinim ham qo'sha qarisin Hasanjon bilan. Muhayyo kelinim ham Bektoshjon bilan qo'sha qarisin. Ballarini, huzurlarini ko'rsin, iloyim. Dunyo turguncha tursinlar.
hammalari yilib, yigirib, yaxshi yashayman deb cho'p yuribdilar, mehnat qilib, xizmat qilib, uloyim topganlari to'yga buyursin, yaxshi kunlarga buyursin, baxtli bo'lsinlar. Men bilan yaxshi kelishib, yashashlarini ko'rib juda ham havas qilaman. Qaniydi apaginam bo'lsaydi deyman. Kamolga kelinim sog' bo'lsin, iloyim. Har doim bilan to'ylarga kelinglar. Apajonim ko'rmagan kunlarni ko'ringlar, iloyim. Sog' bo'lsinlar, qo'shiq qarisinlar, iloyim. Nimaiki niyatda yurgan bo'lsalar, Allohim niyatlariga yetkazsin, iloyim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah vahdahu la sharika lah. Lahul mulki, lahul hamd, huwa ala kulli shay'in qodir. Hammalaring xush kelsinlar, kelinjonimni tug'ilgan kuniga. Baxtli bo'lsinlar, iloyim. Husanjonam yaxshigina ishlab kelsin, iloyim. Hasanjonam yaxshigina ishlab kelsin. Bektoshjonimni ham topimlari yaxshi, baxtli bo'lsinlar, iloyim. Havasim keladi mani bularga, o'g'lilarini uylantirsin, joy-joyiga qo'ysin, iloyim. Allohim bularni yomon ko'zdan asrasin, iloyim. Sog' bo'linglar, iloyim. Rahmat. Mana bergansiz. Kattaga rahmat. Haqiqatdan fundamentni Sa'dulla otam bilan Oyshanam qo'yib ketganlar. Poydevor zo'rda, buzuri oila. Bektosh akam umrlari uzoq bo'lsin, juda ham jigarlarga jigarjon, turmush o'rtog'iga vafoli yor, farzandlarga mehribon ota. Buxoy opam turmush o'rtoqlarida o'rnak olganlarda juda ham havas qilaman shu oilaga. Ilohim, qarang, ovsinlarning eng kattasi mana shunday mehr muhabbatni, jigarlarni birlashtirib turibdi. Ilohim Buxoy opam ham farzandlarini baxtini ko'rsinlar, kamolini ko'rsinlar, yaxshi kunlarda ovsinlar, jigarlar yonlarida turinglar. So'ray opa, siz bitta Kamol opamga ta'rif bering. Kattaga rahmat. Shahnoz opa, kelasiz. Keling yangasi, bitta chiroyli tilaklarni izhor qilasiz. Shahnoz opa, keling. Qaynota so'zi grek so'zidan olingan bo'lib, qoningni ichaman degan ma'noni bildirar ekan. Kelin so'zi inon so'zidan olingan bo'lib, bilganimni qilaman degan ma'noni bildirar ekan. Kamol opam siz uchun yaxshi kelin bo'lib bera oldilarmi? Siz ta'rif bering Kamol opamga. Bag'ringizga mahkam Kamol opam bosib qo'ying. Ya'ni kelasizmi? Keling, chiroyli niyatlarni sizlarga eshitaylik. Mehr muhabbatlaringizga ko'z tegmasin. Tavsiya onam, xolajonlar omon bo'lsin. Buxoy opam ana shunday jigarlarni har doim birlashtiraversinlar. Shahnoz opa bayramlar muborak bo'lsin. Ana shunday mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehribonlar, jigarlar, ovsinlar. Hammalaringiz xush kelibsizlar Kamolani tug'ilgan kuniga. Yuzlarga kiring, Husanjon bilan xushaqaring. Mana 5-da Hasan bilan Husan tug'ilgan kuni. Ularni ham tabriklaymiz. Yuzlarga kirsin. Ikkovlaringiz ham xushaqaringlar. Hasanjonim, Husanjonim baxtli bo'lsin. Farzandlaringiz huzurini ko'ringlar. Bizni ham shu huzurlaringiz ko'rib yurgan vaqtda yonlaringizda turaylik, iloyim. Kamol kelinimiz ham juda xushchaqchaq, juda yaxshi ko'ramiz kelinimizni, baxtli bo'lsin. Rahmat. Kattaga rahmat. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin, mehr oqibatlaringiz ko'rib juda ham havas qildim. Endi Buxoy opa, Kamol opam o'rtaga olib, jigarlar bitta raqsga tushasizlar. Marhamat, bayramlar muborak bo'lsin. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Olislarda edim, yoningizda bo'lmay, ana endi keldim, xizmatingizga shay. Olislarda edim, yoningizda bo'lmay, ana endi keldim, xizmatingizga shay. Yoningizga yana shukronlar aytay, so'rang ona, baring bachoqlar. Ona, go'zalimiz
kelinglar. Mana shu yerga qo'yamiz. Sham chiroqlarini yoqib. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Qalbingizda mana shu oppoq tortlar kabi oppoq bo'lsin. Vaqtingiz butun bo'lsin. Kamol opa endi bu hayotda yedirib qo'yasiz endi. Kamol opamizga. Hayotlari shirin bo'lsin. Farzandlaringiz bilan hayotingiz mana shu tortlar kabi shirin bo'lsin. Bu hayotlarni qo'llaridan ko'rmasa, o'z qo'llari bilan yaxshi niyatlar bilan ovsinlariga ajoyib surprizlar tayyorladilar. Allohim umrlari uzoq bo'lsin. Muqayyim opamni Kamol opa xursandmisiz? Kutilmagan surprizlar yoqdimi sizga? Keling endi so'nggi so'zni sizga havola qilamiz. Assalomu alaykum. Qarindoshlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Har doim yaxshi kunlaringiz birga bo'lsin. Barchasiga ham katta rahmat. Doim yaxshi kunimizda yonimizda. Katta rahmat hammalaringizga. Qarsalarni qarsalatib qo'yamiz. Bektosh akamiz ham sizni juda yaxshi ko'rishlarini aytvordilar, tabrikladilar. O'zlari kelolmadilar. Ukajonim bilan baxtli bo'lsin, kelinim farzandlarini rohatini ko'rsa, birgalikda ko'raylik deya chiroyli niyatlarini sizga izhor qildilar. Bektosh akamiz bilan Muqayyim opamni surprizlarini qo'ldan kelgancha sizga yetkazib olgan bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Har doim hayotingiz bahordek bo'lsin, yomg'iri bo'lmasin, kuzlik bo'lsin, xazoni bo'lmasin, yozlik bo'lsin, u saratoni bo'lmasin, qishlik bo'lsin, u qahratoni bo'lmasin. Yuzlar bilan yuzlashib Husan akam bilan qo'sha qaring, baxtingizdan mana shu jigarlar sarmast bo'lib yursin. Har doim davralarni to'ri, dasturxonlarni zo'ri, sizdek mehribon ovsinlarniki bo'lsin. Sizlar bundan-da ziyodalarga loyiqsizlar. Mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin. Yana bir bor tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkaringlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Dunyoda yashaylik shunchalar aziz, ko'ngillar ko'zlarga bog'lanib qolsin. Har on, har soniya, hatto bir nafas dunyoda yo'q bo'lsak, bilinib qolsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Omon bo'linglar.